Dunyoda nima qilib qo'ydimki, shuncha shtraf. Menga keladi. Yana siqilib o'tiribsanmi? Yana shu shtraflaringni siqilyapsanmi? Boshqa nimaga ham bo'lardi? Ko'cha to'la radar, shuncha shtraf menga kelyapti eng yomon. Senga mazada, mashinada yurmaysan, shtrafga tushmaysan, maza qilib yuribsan-da, mashina haydamagin sen. Men mashina olsam, shtrafga tushsam, oson rassrochkaga murojaat qilaman-da. Xo'p, shunda hozir oson rassrochka meni muammomni hal qilib bera oladimi? Oson rassrochka hammani muammosini hal qila oladi. Boshlang'ich to'lovsiz hamma shtraflaringni o'chirib beradi. MIPga chiqib ketgan shtraflaringni ham o'chirib beradi. Tayinrovka ruxsatnoma ham olib beradi. Maishiy texnikalarni ham boshlang'ich to'lovsiz olsang bo'ladi hammasini. Instagramda oson rassrochka deb yozasan, ular podpiska tashlab qo'yasan ularga. Sen muammoingni hammasini hal qilib berishadi. Boshlang'ich to'lovsiz englarsiz. Boshlang'ich to'lovsiz bo'lsa yaxshi. Hozir shunda oson rassrochkaga men yozsam, ular menga hal qilib berisha oladi. Va hal qilib berishadi. Instagramdan yozgan 5 minutda hal qilishadi. Bo'ldi, siqilaverma, ketdi. Mana nomerligisi 461 1109 ekan. Ketdi, borib kelamiz.